Oliy to'lovlari 1.300.000 dan 1 yildan oshiqroq kredit qo'ygan Nexi 2 topib qo'ydim sizlarga. Vashli kepeka narxga. Mashina 2009-yil Nexi 2 Sons motor bo'ladi. Mashinaning kraskalari atbatlarda bor deyishyapti, lekin old orqalari pechat ekan. Kelib bemalol tekshirib olasizlar. Hech qanaqangi udarlar yo'q mashinaning. Motor xodovlari ham zo'r holatda turibdi ekan. Tayyor metallari bor. Salon holatlarini ham ko'rsatilgan bo'lsa, buni salonlari ham chiroyli holatda turibdi ekan. Hozirgi paytda hech qanaqa rasxodlar yo'q, yurish-turishlar aytganimizdek zo'r holatda. Yumshoq balonni taqib qo'yilgan mashinaga, mashinaning orqa tomonidan ko'rinishlari ham, kuzovlarni ko'rib turibsizlar, chiroyli holatda turibdi. Zadniy kameralar qo'yib qo'yilgan ekan. Xullas hech qanaqangi rasxodlar yo'q. Taksida ham bemalol kuniga 150 ming, 200 minggacha ishlasangiz bo'laveradi. Mashinaning kunlik to'lovlari ham sizlarga abet narxida to'g'ri kelyapti. Mashinaning narxi keladigan bo'lsa, kelaga $1.600 beramiz deyishyapti. Mashinaning aytilgandek tayyor krediti bor. 1.300.000 dan 1 yil, 1,5 yilcha kredit qo'ygan ekan. Kunlik to'lovlar ham sizlarga 40 mingdan to'g'ri kelyapti. Mashina kimga yoqqan bo'lsa, pastdagi nomerini qoldirib qo'yyapmiz. Telefon qilib bemalol barcha qilishlaring mumkin.